Kecha nima bo'ldi endi? Qanaqa ilon chiqdi? Qora uzun, 1,5 qarish bor. Qanaqa? Ingichka, yaltiroq. Kattami ekan? Yo'q, balasida. Balasimi ekan? Uzun, yaltiroq. Chaqadiganmi, chaqmaydiganmi? Chaqadigan ilonmi ekan? Qoradag'in haligi bellari yumaloq oq. Qo'rqinchlimi? Ha, qo'rqinchli. Ko'rinishi qo'rqinchli balasini. Keyin uxlayotganda nima qildingiz keyin? Yo'q, hamma joy tasib turib yotolmadim keyin. Yakka pishak topib keldim. Nima qilib? Pishak topib qo'ydim ha. Pishakni nima oldingizga baylab qo'ydingizmi? Yo'q, shunga qo'yib yotdim. Nimaga pishak topib kirib oldingiz? Jilan ular yaxshi ishlaydi-ku ilonni. Ha. Sezadi-ku. Ha, jilonni sezadimi? Sezadi, joyda bosadi. Jilondan himoya qilaman sizni keyin. Himoya qilaman pishak. Yo, jon shirini? Jon shirin, qarang. Yana tizlab kelayotganda. Uyqu bo'ldimi, bo'lmadimi? Qayoqda uyqu bo'ladi? Ko'zlarim hali ochib yotdi. Keyin normalni uxladingizmi, Rustam aka? Yo'q, uxlayolmadim. Shu ilon chiqqandan keyin uyqu ham bo'lmadimi? Bo'lmadi, yenasi keldi, mana keldi dedi. Yenasi bolasini qidirib keldi. Ko'rpalarni o'rab oyog'imga. Ilon muzdek bo'ladi-ku, sezaman deb. Yo'q, Mushuklar ham uxlama deb qo'yaman. fashillab keladi-da. Shillab keladi, yenasi qidirib. Nechida turdingiz keyin? 4. 4da turib oldingizmi? Ilon turganingizda ilon kelmabdi ekan? Yo'q, mayli. Ko'rda yotgan orqanlardan olib tashladim, ko'zimga ilon bo'lib ko'rindi. ilon bo'lsin ekanda. Oh, Ya, böyle. Ehtiyot bo'ling. Bu yil ilon yili-ku. Ha. Hozir ilonlar qarshi ko'chaga chiqqan paytida. Bugun endi oqshom qanday uxlaysiz? Endi bilmam, shuni o'ylab yuribman men. Qayerda uxlasam ekan. Jilon itar ketmasdan bu yoqda. Dabdalaqmi? Ha. Bolasini qidirib keladi baribir. Keladi, yenasi keladi. Yenasi keladi. Res urug' avlodi bilan. Yenasi kelsa lekin yomon qiladi, Rustam aka. Tasavvur qil, uxlayapsiz, mana shunaqa pensiyalarni